Qo'limdagi smartfon 300 dollardan ham arzon turadi desam ishonasizmi? Bu Honor'dan yangi model Taurus Lite. Hozir ushbu smartfonni kichik obzor qilib ko'ramiz. Komplektida nima chiqadi deb qiziqadigan bo'lsangiz, hozir sizlar bilan tanishib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, o'zidan shunaqa ajoyib silikonli chexol chiqadi. Bundan tashqari o'zidan mana shunaqa 35 vatli adapteri ham chiqadi. Va albatta Type-C provodi ham bo'ladi. Telefon dizayni juda ham ajoyib ishlab chiqarilgan, qo'l uchun juda yengil qilib ishlangan. Bundan tashqari ko'rib turganingizdek, kamera kontrol knopkasi ham bor. Masalan, bitta bosamiz. Ko'rib turganingizdek, kamerasi ochiladi. Asosiy kamerasi 108 megapiksel. Bu iPhone 15 Pro Max Natural Titan rangi, bu Honor Taurus Lite'ni Velvet rangi. Nimada bo'laysiz? O'xshashlik bormi? 6.7 dyumli AMOLED ekranda maza qilib kino, videolarni tomosha qilishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, sifati juda a'lo. Texnik xususiyatiga keladigan bo'lsak, protsessori MediaTek Dimensity 7025 Ultra qo'yilgan, o'yinlarni bemalol o'ynasangiz bo'ladi. Operativ xotirasi 8 GB va asosiy xotirasi 256 GB. Telefonimiz 5200 mAh lik batareyaga ega. Bu degani telefon bemalol bir kun ishlab beradi. Honor Taurus Lite smartfonni OpenShop internet do'konidan xarid qiladigan bo'lsangiz, yoniga shunaqa original o'zining naushnikidan qo'shib berishadi.